o'rtoqlari bilan oladigan, o'tirib shaxmat-shashka o'ynaydigan sharoit qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh, aytib, xudo xolasa. Sizlar faqat guvoh tursalaringiz bo'ldi. Shu yerda boshqa ko'rib tursalaringiz, boshida tursalaringiz, bilmagan narsamizni o'rgatsalaringiz, kimlardir tugatdi, kimlardir hissasi qo'shildi. O'shani endi biz xudo xolasa qo'limizdan kelgancha, to'g'ri sizlarchalik qila olmaymiz, unchalik qila olmasak, o'shanga yetkazishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Faqat biz boshimizda turib, o'g'lim mana yana bunday bo'ldi deb tursalaringiz bo'ldi, duo qilib tursalaringiz bo'ldi. Ishlarimiz oldinga qarab ketardi. Xudo xolasa. Jab tushdingmi? Birinchi bu asha Shavkat og'am oldi ishlaysa. Xudo xolasa. Men mana shu joylarni guvohligida bu gaplarim. Men bu gapni mustaqillik maydonida ham gapiraman. Buni sotib yeganlar endi gapirishib keladi. Amin. Amin. Parvardigor mana boshlayotgan ishlarga amin. Xalqimizni omadlantirishga Parvardigor barcha safarbar qilingan ustalarimiz ham bosh bo'lib turgan mudirlikam barchalarga omad iqbolini bergin. Tez kunlarda mana bu ishlar amalga oshib, xalqimiz dam oladigan chiroyli yillar bo'lishini Alloh o'zi nasib qilsin. Ularda omad iqbolini bersin. Rahmat, omadlaringiz bersin. Haykalda bir vaqti ne ko'z bilan qarayli har yerda olib kelsam kallasi yo'q. Qarang. Endi u 3-4 ta bor. Shuni agar ariza bilan chiqsa, Bahodirning dadasi. Saraz Mana. Otani ustozi xo'ja qilib Qaras Bulba. Mana harigi Abdug'ofur akaning uyida o'tirgan qo'qonlik Sobirjon aka. Gulistonga ko'chib ketdi. Nima bo'ladi? Toshmat aka. Toshmat aka, ha, shu odam. Toshmat aka. Mana odam Mavdur buva. Ha, bizga asosan rasm kerak, mana video tarix rasm. Haykalni qayerga ko'chirsak ma'qul bo'ladi. Qolmasdanmi chaqirish Qayta tafuruz bo'ldi. Izlamagandan bo'ldi. Yo'q, bu odamni o'rab gapiryapti, hojatxonadan gapiryapti. Buni yozishga qiynalar qalab. Har ko'changa yo'lning ustida dil orom. Havas qilsa arzisam Farg'onam onam. Qanchalar mat etsam o'shanchadir kam. Qolmagan mehnatda yigit qizlaring nasibasini paxta g'avlar hamda chorvada turli millat vakillari topib iqbolin ishlarda topib tunuq. Nemis, koreys, chechen, o'rus, qozoq tarixiga so'z ojiz bo'lganlar o'rtaq. Har qarish yeringda baraka o'ngan bag'rindagi kimsalar omadini topgan.